Bu yerga o'tishning faqat yagona yo'li mana shu turban ustidan o'tish kerak. Mo'ttiqdan mayda-mayda endi o'tib qolishim kerak. Mo'ttiq. Minaydi. Eng katta dushmaningiz bu sizni qo'rquvingiz. Va bu yerdan ham birovni ko'rsatamiz. Lekin turban juda o'ynaydi. Ehtiyot bo'lish kerakki. Salgina xato ham mani pastga chiqishimga sabab bo'ladi. Orolga ham o'tib oldim do'stlar. Voy. 70-kun arjmanni ham do'stlar hozir urdim. Chunki mana shunday joylarda dam olib, o'z stressingizni yo'qlashni, yuragingizga dam berib, biroz ko'nglingizni yo'lishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga yana bir tabiatning go'zal manzaralarini ulashmoqchiman. O'shda Orolga o'tmoqchiman qani. Qaddish. Bu yerlarni bilasiz, ko'p kelib video qilaman. O'shda katta Orol, bu tomonda ham Zarafshon daryosi, bu tarafda ham Zarafshon daryosi qolibdi. Tepa qo'lmani daryo pashti to'la. Ba'zi joylar oqcha bo'lmasa, juda ham katta hozirda Zarafshon daryosi to'lib toshgan. Bu yerga o'tishning faqat yagona yo'li mana shu turban ustidan o'tish kerak. Va u tomonga ham faqat shunday turban ustidan o'tish mumkin. Boshqa yo'l yo'q. Mana bo'lmasa u tomonga o'tamiz. Orolga ham o'tib oldim do'stlar. Bu yer Dupla ko'prigi, Dupla mosti. Qishki kuni kelib video qilganimda mana bu yerda vaqtim suv yo'q edi. Bu yerdan ham mana Zarafshon daryosi qo'yib, u tomondan daryo juda katta. Va tepadan video qilganman, ekranga qo'yaman. Video bitidan like bosib, poddesh qilib turing va xudo xohlasa bugun 70-kun arjmanimizda mana shu yerga hozir uraman. Voy. 70-kun arjmanni ham do'stlar hozir urdim. Bu katta video bo'lgani uchun bilmadim, o'rniga qo'yamiz ekranga biroz maydaroq qilib chiqarib. Bo'lmasa qo'ymasam ham agar kanalga o'tsangiz, kanalda bu 1 yil davomida arjman urishni Shohijahon va Alijon boshlaganmiz. Bugun 70-kunni shu yerda bajardim. Va mana shunday chiroyli manzaralarni sizlar uchun video qilib qo'yib boraveraman. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib, poddesh qilib ketinglar do'stlar. Biroz yana video qilaman sizlar uchun va shu bilan videomiz ham o'z nafasiga yetadi. Bu ikkinchi most. Bu yerga o'tish uchun ikkinchi yo'l mana shu yo'l va birinchi tomonda mana shunday chiroyli manzaralarga dam olib sayohat qiladigan do'stlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Mana shunday manzaralar do'stlar, bu yerga faqat kelib dam olish kerak-da. Vaqti Oroldan chiqib mazza qilasiz. Chor girdingiz, atrofingiz, hamma tarafingiz Zarafshon daryosi faqat. Juda chiroyli manzara. Vaqtim daryoning asosiy qismi shu yerdan oqadi. Gap yo'q do'stlar. Shu bilan videomiz ham o'z nihayatiga yetadi. Mo'ttiqdan mayda-mayda endi o'tib qolishim kerak. Mo'ttiq. Minaydi. Balki video qilib o'tib ketaman. Shunday ekan, poddesh qilib turaman do'stlar. Bundan da chiroyli manzaralarni albatta sizlar uchun video qilib qo'yib boraveraman. Haqiqiy bir jivoy emotsiyani ko'ramiz endi do'stlar. Videoga bilmadim qanday ko'rinyapti. Juda ham qo'rqinchli. Chunki Zarafshon daryosi agar tushgan taqdiringizda ham buni ichiga ko'rganingizdek chiqishning imkoni yo'q-da. Ikki tomondan mana endi jar va juda qisqa bo'lgan joy, daryo juda ham katta. Aytganman-ku, bu yerdan chiqishda 1% imkon bo'lishi mumkin. Chunki imkoniyat hamma vaqt bo'ladi, kam bo'lsa ham 99% imkoniyat bo'lmaydi. Shunday ekan, mayda-mayda u tomonga o'tib olamiz. Qani? Voy. Lekin turban juda o'ynaydi. Ehtiyot bo'lish kerakki. Salgina xato ham mani pastga tushib ketishimga sabab bo'ladi. Uji turba o'ynashni boshlabdi. Glavosi yurakni keng qilish kerak. Eng katta dushmaningiz bu sizni qo'rquvingiz. Va bu yerdan ham biroz mana ko'rsatamiz. Holatni. Gap yo'q. Bunday joylarga do'stlar ko'proq kelib turinglar. Chunki mana shunday joylarda dam olib, o'z stressingizni yo'qlashni, yuragingizga dam berib, biroz ko'nglingizni yo'lishingizni tavsiya qilib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.